Mana aka, xudo xohlasa ishlatdik. Bunday ishlasa bo'laveradi mana. Nasıllar? 10 gacha ishlayveradi aka mana. Bu yoqqa mana 18 ishlasa, hozir mahsulot soldik, mahsulotimiz quryapti. Bu yoqqa mana 15 sekund bu yoqqa ishlasa, birmi videoga? 15 sekund bu yoqqa ishlasa, hozir ishlayapti. Endi bu yoqqa nima bor? Endi tayyor bo'lgan mahsulot mana. Xudo xohlasa qurudi ham. Xudo xohlasa chang kir yo'q. Asosan chekalarda bo'ladi kir. Mana oq kakrat oqam bor ekan. Bitta ko'tarib ochki. Mana xudo xohlasa tayyor mahsulotimiz tayyor. Shu narsa orqali yuvdik. Va sentrovoga soldik. Kim shunaqa mashinalar kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Shu holatda ishlayveradi, o'zini gidravlikali eshiklari ham bor, yopiladi. Shura, o'zini programmalari ham bor. O'ngga, chapga, timer, hamma o'chirib qo'yganmiz. Mana xudo xolasa effektlari ham zo'r. Xudo xolasa uyaltirmadi, mana chiroqli qilib bo'ldi. Endi buni bitta pilosozlab atirlar sepib mijoz yo'qotsa bo'ladi. Aka, qalay? Yaxshi ishlayapti kirmoshina? Hozir qayerdamiz biz? Andijonda? Andijon Bulovosh bo'yicha gilammi, adiolmi? Shunaqa ko'rpachalar yuvish xizmati kerak aytaverasizlar. Akamiz o'zida ham mana xizmat ko'rsataveradi. Yo kirmoshina, yo sentrofugalar kerak bizga aytaverasizlar. Shunaqa qo'yib yurgizib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.